Qozining yoniga bir ayol kelib debdi: bundan 2 yil avval erim ikkalamizga nikoh o'qigan edingiz. Hozir esa bizni ajratishingizni so'rayman. Men u bilan ortiq bunday yashashni xohlamayman. Ajrashishingga biron sabab bormi? deb so'radi qozi. Ayol shunday dedi: hammaning eri uyga o'z vaqtida keladi. Meni erim esa har doim kech qoladi. Mana shu sababdan uyda har kuni janjal. Qozi hayron bo'lib debdi: sababi shu xolosmi? Ha, shu, men e'tiborsiz er bilan yashay olmayman deb javob berdi ayol. Ajratishga ajratib yuboraveraman, lekin bitta shart bilan. Hozirni o'zida uyingga borganda menga katta non pishirib kel. Shuni bilib qo'yki, nonni masalliqlarini uyingdan ishlatmaysan. Tuz, suv, un, tuxumni 4 ta qo'shni ayollardan so'ra va ulardan nima sababdan olayotganingni aytgin debdi qozi. Ayol uyga kelib ishga kirishibdi va qo'shni ayolga chiqibdi: qo'shnijon, menga bir paqir suv berib turing. Qo'shni: suv yo'qmi uyingizda? Axir eringiz quduq qazib qo'ygan-ku. Menga o'xshab buloqdan suv tashimaysiz-ku. Suv bor, men qozini oldiga